Lenimetdan ro'yxatdan o'tish. Ro'yxatdan o'tishga kiramiz. Bu yerdan bir bosqichdan o'tamiz. Bu yerga promokod kiritamiz. Login pastki chiziqcha 93 645. Bitta qilib ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Bu yerdan kapchadan o'tishimiz kerak. Mototsikl deb tanlaymiz. Tasdiqlash bosamiz. Bu yerda avtobus deb avtobus tanlaymiz. Yana chiqsa ham belgilaysiz. Tasdiqlash bosamiz keyin. Piyoda o'tish joyi xatolik bo'ldi. O'shaning uchun tasdiqlash. Mana o'tib oldik. Login bilan parol berdi. Bu eng kerakli narsa. Mabodo akkauntingizdan chiqib kelsa, boshqa telefondan kirmoqchi bo'lsangiz, shu login bilan parol terib kirasiz. Keyingisiga bosamiz. Sirada akkauntimizga olib o'tadi. Bu yerdan pastda menu bo'limini bosib, shaxsiy ma'lumotlar degan joyga bosamiz. Bu yerda qalamchi turibdi, o'sha qalamchani to'ldirib chiqishimiz kerak. Sizda keyin hisob to'ldirish, pul chiqarishda umuman muammoga duch kelmaysiz. Eng kerakli joylarni tushuntirib o'taman. Eng kerakli joylar mana shuni ko'rsatib o'taman. Bu yerga pasport seriyani kiritasizlar. Masalan, A seriya bo'lishi mumkin. Keyin shundan keyin 4 ta raqamni yozasizlar. Keyin bu yerga hujjat raqami, pasport bu tomonda 14 ta raqam bor, o'shani ko'chirib yozasiz. Agar sizda yashil pasport bo'layotgan bo'lsa, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Oxiridan ikkita son tashab 14 ta raqamni ko'chirib olasizlar. Pasport seriya mana bu joyda, berilgan sanasi esa bu joyda turibdi. 14 ta raqamni ko'chirib yozasizlar bu yerga, keyin berilgan sanasini topasizlar, kiritasizlar. Kim tomonidan berilgan deyapti, uni ham shahar bilan masalan oxiriga IIB deysizlar. Va saqlash tugmasini bosamiz. Keyin qalamcha sizlarda yo'qoladi. Hozir masalan to'ldirmam joyga o'pish kerak. Bir ikkita qolib ketgan bo'lsa, yana to'ldirishingiz mumkin. Telefon nomerini ulab qo'yishni maslahat beraman bu joyga. Keyin bemalol hisob to'ldirib pul chiqarishingiz mumkin.